Hammaga assalomu alaykum. Mana bu otaxonni bir ko'pchilik tanisa kerak. Bundan 5-6 yil avval videolari chiqqan, 1-2 yil avval ham xullas kalom ijtimoiy tarmoqlarda bu insonning videolari chiqqan. Otaxonni suhbatlarini oldim, gaplashdim. Suhbat sizlarga bir ozgina tushunarli bo'lishi uchun men ozgina bir gapirib izoh berib o'tib ketay. Bundan 14 yil avval ana shu otaxonni Ahmad ismli qo'shnilar, mana shu Namangan shahrida yashaydigan inson, bularni Rossiyaga ishga olib kelgan. Otaxon aytishlari bo'yicha Rossiyaga ishga olib kelgan. Moskvadagi Ximkida axlat zavodiga olib kelib turib, bularni sotib olgan yoki buni o'zi ana shu joyda egallab turib, bularni bir qullikda saqlab o'tirganligi haqidagi gapni ma'lumotni otaxon aytib o'tdilar. Ximki shahrida ekan, axlatxonada ekan. Ana shu haqida bir otaxon bilan gaplashib o'tganmiz. Ozgina bir intervyuni ko'rib turib, like bosib, kanalni qo'llab-quvvatlab tursalaring, hammaga rahmat. Agar mana shu videomiz bir ko'proq prosmotr, like yig'adigan bo'lsa, hamma bir reaksiya bildiradigan bo'lsa, borib yana bir otaxondan intervyu olaman. Faqat izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Hammani fikrini borib turib otaxonga aytaman-da, otaxonga ko'rsataman. Bir sizlarni qiziqtiradigan bir nimalar bo'lsa, savollaring bo'lsa, kommentariyaga yozib o'tasizlar, borib turib otaxonga ko'rsataman va yana bir video qilamiz. Hammaga rahmat. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Hozir Migrant.uz kanalida chiqqan akamiz yonlariga keldim. Bolalarim mana shu 2009-yil dekabrda jo'nagan, kelgan shu yerga. Moskvaga kelib shu bo'lmagur yaxshi yomon bolani qo'liga tushib bo'lib avtobusdan shular olib ketgan. To'rtta o'zini qishlog'idan Kosonsoydan to'rtta bol odam olib kelgan u. Meni bolalarim 5 ta, jami 9 ta bolani endi olib ketib, shu vaqtgacha meni nima qilgan? U 4 ta bolani endi Alloh o'zi kechirsin, shu bolalarni olib borib bir kechgina xonaga qamab turib, "Sherda yotasanlar" deb turib, o'sha yerdan benzin quyib o't qo'yib yuborganini bolalar atib ko'rgan, bolalar atdi. Meni bolalarimni Alloh shu bolaga vali ne'mat qilib bergan. Shu bola mana hozirgacha mana ishlatib yuribdi. Yo pulini bermadi, yo telefon qildirmadi, yo o'ziga javob bermaydi. 14 yil bo'ldi. Shunga endi mana ukammiz kelib, mendan xabar olib, qiynalib qolsa sizga yordam beradi deb kelgan ekanlar, Marg'ilonlik ekanlar. Mana rahmat, musofir shahrda nima qilyapsiz, nima qiladi degan odam ham o'zi bir nima anchagina nimaga savobga ega bo'ladi. Shu videolaringizni ko'rdik, tog'a, gapingiz bo'ldi. Videolaringizni ko'rdik. Videoda shu savollarga javob berilmay qolgan, ko'pchilik izohlarda yozyapti. Shu bolalar topildimi? Bunga bir 14 yil bo'lib ketdi, yo video chiqqaniga ham bir 5-6 yil bo'lib ketdi. Bir 2-3 ta video ko'rdi, bir sirli bo'lib qolyapti bu narsa deb. Hozir bolalaringiz qayerda, bir xabaringiz bormi hozirgi bir? Hozirda bir qanaqa ma'lumotlar bor sizda farzandlaringiz haqida? Xabarim bor, o'sha Ximki shahrida bitta отделение, Ximki oblastida, Moskovskiy oblast Ximki deyaptilar. Moskovskiy oblast Ximki shahrida bitta 5-отделение politsiyachilarni qo'lida. Shular istab borgan odamgaki o'zbek yo'q, tojik bor deyaveradi. Ishlataveradi, ishlagan pulini bermaydi, o'sha o'zlari yeb yurishibdi, o'sha militsiyalar hammalari. Milisani qo'lidan farzandlaringiz yoki o'sha Ahmad beruvchi, Ahmad degan ish beruvchi deyapsiz. Ahmad qo'lida, Ahmad pulni olib, endi o'shalarga sarflaydi-da. O'ziga ham qoladi. Shunaqa yangi mashinalarni minib olgan, nomersiz. Ahmad bu millatda nimaligini bilmaysiz-a? Ahmad Namangan shahrining Kosonsoy rayonida tojik farzandi. U o'g'illaringiz ishlatayotgan hali o'zbek bola, namanganlik, o'zini bitta joydan bo'lgan inson olib kelib sotib olib, ham ularning ustidan boshliq bo'lib, shuncha yilda qullikda ushlab turayotgan inson ham mana shu namanganlik Ahmadda, to'g'rimi? Bu Ahmadning namanganligi manzili qayerda, misol bilasizmi? Kosonsoy rayonida. Ota-onasi bor hozirda. Yo'q, men chiqqanim yo'q, xotinim bilan kelinim o'sha Kosonsoy mafiyasiga borib hamma nimalarni bilib kelgan. To'rtta odamni uylarigacha borib kelgan xotinim. So'rabdi, taksi kira qilib. Dokument to'plab hammasini kelgani va mana hokimiyat hech qanaqa harakat qilgani yo'q. Endi to'g'riligiki fatfolni ketgan deb nima qilishdi? Men militsiya xodimlari ham hech kim nima qilgani yo'q. Men bu yerdan prokuratura, qidiruv bo'limi hamma tomlarga kirib borib ariza yozib nima qilganlarim, to'g'ri meni adresim Namanganga borganda, meni qilgan ishlarimni militsiya xodimlari kitob qilib yasab olishibdi. Ko'rsatishdi menga, ko'rsatdilar Ibrohimjon degan kishi. Shuni men so'rab, Azimjon degan Toshkanbayev, Azimjon menga yordam berganda, shu odamni adresini bilay
diskka tushgan nimasi bor, disk bor, ma'lumotlar bor. O'shani nima qiladi desam, ochmadilar o'sha kitobni. Xo'p, mayli dedim. Shu bilan menda xabar ham olishmaydi, xabar ham olganlar yo'q, Ibrahimjon. 18 soat qog'ozga yozib qo'l qo'ying deb nima qildilar. To'g'ri o'qib chiqdim, qo'l qo'ydim desam, 3-marta, ikkinchi marta qo'l, 3-marta ham qo'l qo'yganimda meni ham ozgina nervim qo'zib qoldi. Keyin chizib tashlaganimcha, uka, yosh ekansiz, o'g'lingizga halol olib non yegizing, ota-onangiz barakalla degan gapim bilan qaytib so'ragani yo'qman. 18-yildan boz yanvar oyida shu ishni yozganlar, shundan boz xabar olishmadi ham, nima qilishmadi ham. Shuni mashina qilib yuribmiz mana. O'tgan yil kelgandim, o'tgan yildagi mana bu yil keldim. Bu yil ham mana ko'chada yotibmiz, posolistlar qabul qilgani yo'q, joy bermadi. Mayli, o'tgan yil berdi, 1,5 oy yaxshi qarashuvdi, tenjonlar sog' bo'lsin deb yana kelsam, yo'q, sizga joy yo'q deb chiqarishda bo'pti dedim. Hozir haligi Ahmaddan darak yo'q, farzandlaringizdan. Bordim 2 marta o'sha Ximki addeleniyasidan bir taniyman, ko'rib olay. Shu bolani bir yo hayot yo mamot deb o'zim o'rtaga chiqay desam ko'rmadim. Endi mana yordam beradiganlar yonimga kelishdi mana. Rahmat, tenjonlari sog' bo'lsin. Shu hozir bolalaringiz haqida ma'lumot bor, endi Ximkidaligi aniq, xudo xolasa. Albatta, xudo xolasa topishga harakat endi farzandingizni. Albatta, xudo xolasa inshaalloh. Tushunarli tog'a. Endi Ahmadni ham topishga harakat qilib ko'ramiz endi. Ahmadni ham, farzandlaringizni ham topishga harakat qilamiz. Sizda hozir 2009-yildagi rasmlaridami, nimalar, ma'lumotdagi rasmlar 2009-yildagi. Undan oldingi tushgan rasmlar o'shalar. Undan keyingi tushgan rasmlari yo'q, farzandlaringizmi? Yaqin bir 5-6 yil ichida tushgan rasmlar yo'q. Yo'q, endi o'shandan boshlaydi-ku axir. Mana shu rasmlar o'shalar. Mana shu yerda bir urus ayol masnaqa desam, shundan bir 20 tani qilib daraxtlarga yopishtirib ketavergan dedi. Ha, bo'pti deb daraxtga yopishtirib nima qilaman bolalarim bilan o'shada-ku. Dedim-da, keyin sekin ishlatib yuribman-da hozirgacha mana. Yetmay qolgan ekan, endi nimani yekacha yangi nima ko'chirma qilishdi. Tushunarli. Shu mayli, endi men bir nima gap, nima so'zni bilib ketay dedim. Endi qo'ldan kelgancha bir yordam qilamiz, harakat qilib tog'a. Yana bir harakat qilib ko'ramiz, yana kelaman. Maqsadga yetaymi, xo'p. Ba'zi bir oramiz ham yaqin ekan, uzoq ham emas.